Ushbu videomizni like'larni bosib o'tirgan loyilarim Alloh taolo hammangizga farzandlaringiz bilan, oilangiz bilan, ota-onalaringiz bilan chiroyli xonadonlarda, shunday joylarda yashashni nasib etsin. Like'larni bosing, obzorni qilib beramiz. Raycenter raketani to'g'risindamiz, MTS to'g'risida hamma biladi bu yerni. 3 etaj joyimiz 220 kvadrat metr ekan, podключ remontdan chiqib tayyor turibdi, yashalmagan joy ekan do'stlar. Hujjatlari bilan daxslik oldi, keng tushgan, chiroyli dizaynerskiy fasadlar ham zo'r ishlangan. Birinchi etajini, ya'ni podvalni obzorni qilamiz. Galing ko'rkalari mramorlardan ishlangan yubkalar do'stlar. 8 tashkilot qilingan, yana podushkalar ham ko'rinib turibdi, tarchat aytib, oqdan chiqib turibdi. Registr isitish tizimlari boyib tashlab, bu tomondan ko'rsatadi, qalanglar bu yerni. Yurtdoshlar, tennisный stol, bilyardный stol qo'yinglar, trenajyorni qo'yinglar. Отопление, kotelnimiz shu yerda ekan. Bog'ga chiqamiz. Bog'ga chiqsak do'stlar, endi bog'i bormi deganlar uchun bu yerda ozgina qarash qatilmagan, chunki yashalmagan, yangi ta'mirdan chiqib tayyor holatda. Mana shunday buralari bor. Arka tomondan chiqish kirish kodlarini ham ega do'stlar. Aluvchilarga nasib etsin. Yurtdoshlar, xonadonimiz dim ajoyib. Narxini ham oxirida aytib o'tamiz videomizni. O'tirmasdan kuzatinglar. Bu yerda 140 ming, 150 ming, 180 ming, 200 ming dollardan joylarimiz bor. Kelsangizlar guvoh bo'lasizlar. Ushbu xonadonimizning narxi stanib turadi, o'shani uchun aytamiz. 130 ming dollar kelishi bilan do'stlar. Qani chiqamiz, chiroyli stupenkalari Ataxon anaxonlar qiynalmay chiqadi. Podiumidan qiyin emas. Ukloni ajoyib. Bismillah. Xonadonimizga kiramiz. Katta dalon, salqingina, ajoyib panoramli oynalari bilan, zakalyonli oynalar, yorug'likka, ya'ni protivosonsiya qilingan. Kengina, shinamgina dalonimiz. Kirgandan rakovinamiz shu yerda, suv svet gazdan muammomiz yo'q. Ko'rib turganingizdek, yarki oynalari, patologlar ham MDF uzorlar bilan освещениялар, люстраlar. Ramka uslubi xalqimiz adam yoqadi. Zalga kiramiz. Zalda ikkili eshik qo'yilgan. Qalin eshiklar, nalishnik koronalar bilan. Katta zalimiz do'stlar. Zalimizdan panoramli vid oynalar. Ko'chasi Bogatiy ko'chang shundan yana bir qaratib bering. Shuning qo'shnilaringizni uylari ham ajoyib, chiroyli ko'chada. Xullas, bir-biridan go'zal uylar. Inshaalloh meni kuzatib o'tirgan, bizani qo'llab-quvvatlab o'tirgan obunachilarimizga nasib etgan Xudoyim. Lestitsamiz ikkinchi etajga chiqadi. Bu yerda sanuzalimiz bir qaratib bering. Restoranlar, vanna, unitaz. Bu yerda spalnamiz bo'ladi. Ko'rsatib bering. Qisqaroq iloji bo'lsa obzor qilamiz yurtdoshlar, chunki hamma hozir Instagram kuzatadi. Bu yerda katta kuxnyamiz galimlarimiz uchun. Inshaalloh yarki remont qilingan panoramli oynalari, bog' tomoni chiqish kirish kodlarimiz ham shu yerda. Santexnik ishlar qilingan. Kuxnya mebeli sizlarga qarab turibdi. Bu yerdan ham foydalansa bo'ladi. Kirmashin joy sho'ri o'rnatilgan do'stlar. Ikkinchi etajga ko'tarilamiz. Chiqamiz ikkinchi etajga. Stupenkalar qiynalmay, ajoyib ishlangan. Roshni, mahkam. 4 xona bor. 2 sanuzel bor ikkinchi etajimizda do'stlar. Lyustralar ko'rib turganingizdek beringlar. Bu endi родительский, xudo xolasa shu joyni oladigan egasiniki bo'ladi inshaalloh. Spalnya. Katta balkondan ham ega lyustralar taqilgan. Bu yerda sanuzel do'stlar. Ganda bir ko'rsatib bering. Balkoni bo'yni. Balkon. Kattagina balkon. Aluvchilarga nasib etsin. Obunachilarimizga nasib etsin. Hamisha duoda o'tiradilar, bilamiz. Hammaga nasib etsin deydi Alloh bor. Yana sanuzolimiz. Spalnyaniki. Bu yerda yana bir sanuzol. Dizaynini baho beringlar do'stlar, like'laringiz kerak. Tezroq, kengroq tarqalib oluvchi yetib boradi. Bu yerda yana bir spalnyamiz do'stlar. Ko'rishingiz mumkin. Alloh taolo hammangizga shunday xonadon nasib etsin. Bu yerda yana bir spalnyamiz. Ko'ring, oynalari, yorug'lik ajoyib. Remont ham chotki. Bu yerda oxirgi xonamiz. Shunday xonadonlarda yashashni nasib etsin hammangizga. Rahmat kuzatganlaringiz uchun. Shu o'rinda o'tirib kuzatgan bo'lsangizlar, duolarimiz hammangizga shunday joylar nasib etsin do'stlar. Like'larni bosinglar, bizani qo'llab-quvvatlanglar. Biz sizlarga yaxshi xonadonlarni, ajoyib uylarni chiqarishda davom etamiz. Reklama xizmatlarimiz mavjud, telefon o'ringlar. O'zlarimiz sotishda yordam qilamiz. Xullas, narxi 130 ming dollar aytib o'tdik. Kelishtirib olib beramiz. Ozgina, sozgina. Salomat bo'ling, omon bo'ling. Keyingi joylarimizda ko'rishguncha xayr.